O'zbek san'atida katta yo'qotish. Azizlar, videorolikni oxirigacha ko'ring. Bu galgi videoroligimiz boshqalardan tubdan farq qiladi. Farg'onalik xonanda Rahmatilla Yusupov 44 yoshida olamdan o'tdi. Farg'ona viloyatida yetishib chiqqan taniqli xonanda Rahmatilla Yusupov 44 yoshida hayotdan ko'z yumdi. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, u so'nggi vaqtlarda og'ir xastalik bilan kurashib kelgan va shifokorlarning barcha sa'y-harakatlariga qaramasdan uning hayotini saqlab qolishning iloji bo'lmagan. Marhum san'atkor o'zining samimiy ijrosi, dardli ovoz va xalqqa yaqin qo'shiqlari bilan ko'plab muxlislar qalbidan joy olgan. Ayniqsa ketgim kelmayapti onajon, kelinchak kabi qo'shiqlari orqali keng ommaga tanildi. Uning sahnadagi obrazi, qiyofasi va ijro uslubi ko'p jihatdan marhum ustoz san'atkor Oxunjon Madaliyevni eslatib turar edi. Shu bois muxlislar va san'at muhiti vakillari orasida Rahmatilla Yusupovni ikkinchi Oxunjon Madaliyev deb atash holatlari ham uchrab turardi. Rahmatilla Yusupov 1981-yil 15-sentyabr kuni Farg'ona viloyatida tug'ilgan. U ijodiy faoliyati davomida 100 dan ortiq mualliflik qo'shiqlarini yaratgan bo'lib, ularning aksariyati muhabbat, ota-ona qadri va hayot haqidagi samimiy kechinmalarga bag'ishlangan edi. U qo'shiqlaridan oddiy odamlar tuyg'usini, dard va umidlarini jonli tarzda ifodalay olgan xonandalardan biri sifatida e'tirof etilgan edi, deyiladi xabarda. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.